Xitoy Xalq Respublikasi ko'cha tandiri qaranglar. Shu yerda issiq non pishyapti. Mana kenay Uyg'urgina damlab berishyapti. Maşallah. Non narxi nechi pul aka non? 5 so'm. 5 so'mdan, ha? Demak, mana shu nonni narxi 2 ga ko'paytirasiz va 3 ta 0 qo'yasiz. Hisoblashtirib oldingiz-mi? Kulchachi bu. Bu. 5 so'm. Bu ham hammasi 5 so'mdan. 5 so'mdan, ofarin, rahmat. Zo'r. Xitoyda demak qiynalmas ekanmiz. Avtobusda biz ovqatlanish uchun komanda bilan keldik. Haqiqiy Bambeyga keldik. Qarang, o'zbek oshxonasi. National Food. O'zbeklar komandasi. Hamma do'stlar bilan ovqatlanamiz. Xitoy mototsikllarni qarang. Qaynayapti. O'zbek qayda yo'q deydimi, demak, Xitoyda ham qiynalmay qolibdi, qiyinchilik bo'lmay qolibdi. O'zbek choyxona nomer 1 ko'chani qaranglar. Mana shu territoriyada ya'ni o'zbekcha, ruscha bemalol gaplashsangiz bo'lar ekan. Va mana shu joy qaranglar, mana shu ko'cha qaynayapti odam. Shu ko'chani tagida deyapti, mana shu pastda hali tushmadim. To'rni kiyim-kechak bozor deyapti. Hammasi mana shu ko'chalarning tagi. Hech narsa bilinmaydi. Optim kiyim-kechak bozorimish. Kirib ko'ramiz, nima bor, nima yo'q. Xitoy Xalq Respublikasi. Xitoyda osh yeyish kim hayoliga kelgan, ha? Qarang. Komanda bilan hamma bo'rida ochmiz. Kechgacha yurdik. O'zbek oshxonasini topib ovqatlanyapmiz.